Yangi yo'lli to'ylari baribir boshqacha. Hurmatli do'stlar, hozirgina biz yangi yo'limizda yana bitta baxtli oilani baxtli kunidan chiqdik va Abdazim Abdullayev boshchiligidagi ijodiy jamoa sostav to'yi juda ham chiroyli qilib o'tkazib berishdi. Sahna dekoratsiyalariga, muzikantlariga, repertuarlariga gap bo'lishi mumkin emas. Eng zo'r tomoni, o'zbekchasi ham, yevropeyskisi ham, jonlisi ham, klubnisi ham har qanaqangi didizga mos bo'lgan trenddagi muzikalardan ijro etishar ekan. Abdazim do'stim, hozirgi paytda uylanmoqchi bo'lganlar yoki to'y qilmoqchi bo'lganlarda savol tug'ilishi mumkin. Aynan mana shu sostavni qanchaga men gaplashishim mumkin shu kunlarda degan qiziqqanlarga narx-navo qanaqa bo'lyapti hozir? O'rtoq, biz may oyidan boshlab xudo xolasa 2026-yil oxirigacha super chegirma e'lon qilganmiz. Biz komandani kimda-kim niyat qilib gaplashsa, to'ylarini 3,5 million so'm evaziga juda ham chiroyli qilib o'tkazib berishga harakat qilamiz. Buning ichiga demak nimalar kiradi? Buning ichiga sahnalarimiz, apparaturalarimiz, muzikantlarimiz, boshlovchisini bonus qilib beramiz. Boshlovchilari ham ichida. Boshlovchilari ham hamma narsasi ichida. Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatda ko'pchilik biladi, to'yi faizli o'tishi san'atkorga ham bog'liq. To'yingizni chiroyli, faizli, akkuratli o'tishini xohlaydigan bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, albatta Abdazim Abdullayev jamoasini gaplashing. Hozirgi kundagi super chegirmalarga ulgurib qoling va bu videoni yaqinda uylanmoqchi bo'lib yurgan, to'y qilmoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.